Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy metal kuzatuvchilar. Ushbu darvozamiz shedever fason darvoza. Darvozalarning chempioni desak ham yanglishmagan bo'lamiz. Darvozamiz 4 qavatdan tashkil topgan. Operator yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Qavat. Mana bu joylarda ham ishlov berilgan, orqasi tekis listam bo'ladi. 4 qavatli bo'ladi ushbu darvozamiz. Orqasi tekis listam bo'ladi. Darvozamiz eniga 3.30, balandligi 3.15 razmer tayyorlaganmiz. Plus darvozamizda adnalichkalari bor. Ikkita yonida, tepasida. Sizlarga qisqacha qilib aytib o'tadigan bo'lsam, 1 kvadrat metri 2,5 million so'mdan bo'ladi ushbu darvozamiz. Eng qimmat darvozalar qatorida turadi ushbu darvozamiz ham. Taglari shivellar, ikkita yoni 8 ga 12 lik brusdan bo'lgan. Listlarimiz 1.8 lik listdan, ichlari shumka bo'lgan. Stiklavatorlar solib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Hozir sizlarga ushbu darvozamiz ikkita yasayapmiz. Yasalish jarayonini ham hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda ko'rsatadigan darvozamiz shtampovka, budjetniy variantdagi darvozamiz. Yasalish jarayoni bu. Chiroyli qilib olib qo'yasiz bularni ham. Shedever fason darvoza ushbu darvozamiz biz. Yasalish jarayoni svorgada hali fonni bitib chiqmadi. Hozir ko'rsatib o'tganimdek shedever fason darvozani gruntopga sachilish jarayoni bu. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xolos ideal qilib ishlarni qilamiz, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Juda ham chiroyli, juda ham bejirimgina darvozamiz. Hop, endi navbatdagi darvozalarni ham ko'rsatsak bo'ladi, e'tiboringlar markazida. Navbatdagi darvozamiz Tashkent fason darvoza, skromli darvozani ustiga cho'tirlisdan ishlab berganmiz. Rangini farqi yo'q, xohlagan ranglarda qilib beraveramiz. Yo'llari 10 lik brusdan, taglari shivellar, razmerlari eniga 3,5 metr, balandligi 3,5 metr razmerida. Tagdog'i lisi qora listdan, 1.8 lik listdan, oldi cho'tir listdan. Cho'tir listi stenasi yuqoriroq bo'ladi, 1 lik bo'ladi. Taglari shivellar, ular chiroyli qilib borib sunibga qilib beramiz shu darvozamizni ham yoqadigan bo'lsa. 1 kvadrat metri 1,250 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Qoraqalpog'iston, Xorazmdan tashqari. Ozgina qo'shilib qoladi yurkira. Budjetniy variantdagi gibrid darvoza, dubayskiy bilan high-tech, tagi shivellar, yo'llari 8 profil, balandligi 3,5 metr, eniga 3.35 razmerda ushbu darvozamiz. Narxlari Toshkent, Namangan, Andijon, Farg'onaga 750 ming so'mdan ustunibga qilib beramiz. Xo'p, Vohalaga 8 ming so'mdan olib borib ustunibga qilib beramiz ushbu darvozamizni. Xo'p, navbatdagi darvozamiz taraf fason darvoza, eniga 3.60, balandlik 3.20 razmer tayyorlaganmiz. 2 qavatli 1.8 lik listdan tashkil topgan ushbu darvozamiz. Yo'llari 12 ga 8 lik profildan, taglari 12 lik shivellardan. 1 kvadrat metri O'zbekiston bo'ylab bo'ladigan bo'lsa 1,3 ming so'mdan, Vodiyga 1,3 ming so'mdan olib borib sunibga qilib beramiz bu darvozamiz. Navbatdagi darvozamiz budjetniy variantda yasalingan shtampovniy darvoza, yo'llari 8 ga 8, taglari shivellar, razmerlar eniga 3,5 metr, balandligi ham 3.60 razmerda ushbu darvozamiz. Darvozamiz 1.2 lik listdan tashkil topgan, ichki qism profillar 6 ga 4 lik. Narxi 650 ming so'mdan buni ham olib borib sunibga qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Vohalaga qo'shilib qoladi ozmoz yo'l kirasiga. Navbatdagi darvozamiz high-tech skromniy variantda matvi holatda ishlab berganmiz. Taglari shivellar, yon stoykalar 8 ga 6 lik profildan, razmerlar eniga 3 metr, balandlik 3,5 metr razmer tayyorlaganmiz. Vodiy bo'ylab 600 ming so'mdan borib sunibga qilib beramiz ushbu darvozamiz. Listlari 1.2 lik listdan tashkil topgan, bosmalikda qalini so'nggisidan. Navbatdagi darvozamiz ham xuddi shunaqa razmerda, eniga 3 metr, balandlik 3,5 metr razmer tayyorlaganmiz. Darvozamiz kraskasi matvi holatda turibdi. Narxi 600 ming so'mdan buni ham. 1 kvadrat metr gidayta shu darvoza 6,5 million atrofida bo'ladi. Navbatdagi darvozamiz afsona fason darvoza, rushnoy 1.8 lik listdan 2 qavatli shumkali, taglari shivellar, ikkita ruchkasi bor, razmeri eniga 4 metr, bo'yiga 3,5 metr razmer tayyorlaganmiz bu darvozamizni. Yon stoykalari 10 lik brusdan bo'lgan. 1 kvadrat metri 1,4 ming so'mdan ushbu darvozamiz olib borib sunibga qilib beramiz. Azizlar, pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishlaring mumkin. Vodiy metal qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman, xudo xolasa. Obuna bo'lib qo'yinglar.